Salom dahshat armiyasi. Alex Pereira Magomed Ankalayevga mag'lubiyatdan keyin birinchi bor intervyu berdi va barcha qiziqarli asosiy savollarga javob berdi. Bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Men bo'lsa boshladim. UberX hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top futbolchilar, top wicketlar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat.me deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. O'sha jangdan keyin hayoting qanday o'tmoqda? Ya'ni bunga deyarli 3 hafta o'tdi-ku. Hammasi yaxshi, hammasi o'z yo'lida. Takliflar ko'p, homiylar bor. Hatto kamar yo'qotganimga qaramay. Umuman olganda hammasi joyida. Depressiya bo'lmadimi? Baribir sen uzoq vaqt buyuk chempion eding. Birdan sen unga aylana olmagansan-ku. Bu hislarni qanday yengding? Bilasanmi, sen agar qayerdan kelganimni bilsang, nimalarimni boshimdan o'tkazganimni bilsang, bu narsalar umuman e'tiborga loyiq emas. Men allaqachon sportdagi yutuqlarimdan faxrlanaman, lekin ishonamanki, eng zo'r paytlarim hali oldinda. Hozir esa butun diqqatim kamarni qaytarib olishga. Yaqinda Joe Rogan ham aytgandi, jang oldidan qo'ling singan norovirus ham bo'lgan emish. Shu rostmi? Bilasanmi, ko'pchilik Ankalayevning g'alabasiga soya solmoqchi. Lekin men unday odam emasman. Qo'lim joyida. Ha, muammolar ko'p edi. Lekin men bu haqda gapirmadim. Bu faqat bahona bo'lib eshitilgan bo'lardi. Ishonchim komilki, Ankalayevda ham kam muammo bo'lmagan. Lekin nima bo'lgani haqida aniq ayta olasanmi? Yo'q, hozir aytishni xohlamayman. Chunki odamlar baribir kontekstdan chiqarib gapni burishadi. Kamarni qaytarganimdan keyin hammasini ochiqchasiga aytaman. Jangdan voz kechish haqida o'ylagan edingmi? O'yladim. Bu hayotimdagi eng og'ir qarorlardan biri edi. Jangga chiqqaningdan afsuslandingmi? Yo'q. Nega? Chunki men odamlarni ilhomlantirishni yaxshi ko'raman. Hayotdan qancha mashaqqatlarni yengib o'tdim. Bu safar o'xshamadi, lekin oldin o'xshagan. Bu orqali boshqalarga kuch beraman. Bilasanmi, men bu savollarni bahona qilish uchun emas, tushunmoqdamisan? Misol uchun ayrim ekspertlar, xususan Daniel Karme, jang oldidan sen yetarlicha tayyorgarlik qilmagansan, ko'p sayohat qilgansan deyishdi. Va shu haqda so'ramoqchi edim. Bilasan, menimcha bu katta omil emas. Butun faoliyatim davomida doim safarda bo'lganman. Odamlar men hali mashhur bo'lmagan vaqtimda qancha ko'p parvozlar qilganimni bilsa, ishonmagan bo'lishardi. Bu katta muammo emas edi. Jangni qayta ko'rib chiqdingmi? Ha, ko'rdim. Hozir ham jamoang aytgandek, 3 raundni sen yutgan eding deb hisoblaysanmi? Umuman olganda ha. Qaysi raundlar? 1-chi, 3-chi va 5-chimi? Ha, aynan shu 3ta. Lekin sen bu hisoblarni yutgan bo'lsang ham odamlar aytishdiki, sen bu safar o'zingda bo'lmagan ekansan. Kam harakat, kam zarba, ha, takedownlarga bo'lgan himoyang zo'r bo'ldi, lekin o'zingni qanday baholaysan? Ha, to'g'risini aytsam, bu meni yaxshi jangim bo'lmadi. O'zimni biroz g'alati his qilganman. Ba'zi narsalar o'xshadi, ba'zi narsalar yo'q. Masalan, bir joyda men to'liq takedown qildim, lekin uni hisobga olishmadi. Ankalayevning murabbiyi Suhrab Magomedov sen jangda qandaydir surtma surgansan deb aytdi. Unga ko'ra sen devorga suyanganingda sirg'alib ketgansan. Bundan tashqari hidi ham bo'lgan ekan. Go'yoki Teixeira bu ishlarni zo'r biladi. Braziliyaliklar esa bu bo'yicha usta. Nima deysan bunga? Ya'ni uning bu gaplariga. Meni fikrimcha, murabbiy o'zini oqlamoqchi. Uning jangchisi 12 ta takedownga harakat qildi, lekin hech biri o'xshamadi. Endi esa bunda meni ayblamoqchi. Hech qayerimga hech narsa surtganim yo'q. Lekin balki vazilinni yerga ham surtishgandir. Axir Ankalayevning o'zi ham sirg'alib yiqilib tushaydi edi-ku. Alex, jang natijasi seni qoniqtirmaganini tushunaman, lekin hech bo'lmaganda sen hamma takedownlarni zo'r to'xtatding. Seni bu narsa ich-ichingdan quvontiradimi? Tayyorgarliging o'zingdan mamnunmisan? Albatta, ko'pchilik meni faqat boksyor deb hisoblaydilar. Go'yoki men parterda hech narsa qila olmayman. Haqiqatan ham kurash bilan kechroq shug'ullanganman, lekin shu jangda qilgan ishim bilan to'laqonli faxrlanaman. Jangchi sifatida o'sganimni ko'rsatdim. Sen odatda janglarda hissiyot ko'rsatmaydigan odamsan, lekin bu safar orangizda qandaydir keskinlik, sovuqlik bo'ldi. Shaxsiy narsa bormidi? Yo'q, hammasi odatdagidek edi. Hech qanday shaxsiy narsa bo'lmagan.
Bu jangda ikkinchi raund juda muhim edi. U seni qiynab qo'ygandek bo'ldi. Shu zarba senga qanday ta'sir qildi? 3-raund seniki deb hisoblagansan, lekin raundlar orasida o'zingni qo'lga olish kerakligini his qildingmi? Yo'q, meni bu to'g'ridan to'g'ri nokdaunga yaqinlashtirmadi. Ha, u yaxshi urdi, lekin menga o'zimni tiklash uchun vaqt ham kerak bo'lmadi. Hech qanday muammo bo'lmagan. Men hammasini to'liq nazorat qilardim. U sen kutganingdan ham ko'ra kuchliroq, chaqqonroq yoki iqtidorliroq chiqdimi? Yo'q, aynan kutganimdek bo'ldi. Hech qanday ajablanarli narsa bo'lmadi. Ko'pchilik sen oldingi janglaringdagi aktiv bo'lmading deb aytishdi. Bu narsani qanday tushuntirasan? Bilmayman. Ehtimol u takedown bilan tahdid yaratdi. Shu sababli men uchun qulay bo'lmagan masofada jang qilishga majbur bo'ldim. Lekin baribir o'ylaymanki, men yomon jang o'tkazmadim. Dahshat MMA kanali uchun tarjima qilindi. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling. Prosmotr uchun hammaga rahmat. Dahshat armiyasi.